Assalomu alaykum Qulpinoy shinavandalari, Qulpinoyga qiziqadiganlar. Mana bugungi chislomimiz 31-dekabr 2025-yilda oxirgi kunlari mana yana bir syomka qilib qo'ydik. Keyin men bitta narsaga qiziqdim. Shu mana shunday qilib 200 litrli bochkani qirqib ko'rsatadigan narsam, mana 200 litrli bochkani shunday qirqib ichilariga qo'yib nima qildim, mana ko'chatlar bor edi. Mana 3 kun oldin ekilgan ko'chatlar, mana hozir hammasi tomir olib, yaxshi o'nlashib qopti. Mana 1 kvadrat joyga mana 60 ta pastda, 10 ta tepada, 9 ta tepada, 70 ta hisobda ko'chat ekilgan mana. Yaxshi Qulpinoylar nimalari. O'shanga qanday shunday qilib ham bir ko'raylikchi. Qani qanday natija berar ekan. Natija bersa shuni 1 sotikka mana shunday qilib 15 ta bochkaga ekib ko'rmoqchiman. Shunga qiziqarli bo'lsalaring, yo nima bo'lsalaring, bir savet beringlar, qanday qilay, nima qilay. Florida festival Qulpinoy sotirlar. Mana Qulpinoylarning kattaligi mana yaxshi, gurgut qutidan katta. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.